Vaqtida etilgan bir pay o'q. Abdori Abdurrahim G'ani Uyg'ur. Qilishning kuchidan qalamning kuchi ortiq. Uyg'ur xalq maqol tamsillaridan. 2021-yili 7-oyning 27-kuni o'zining haqiqiy kimligi aniq bo'lmagan Yexan nomidagi bir shaxs Amerikada chiqadigan dangliq tashqi siyosat jurnalida mustaqillik chaqiriqlari Uyg'ur masalasiga yordam bermasligi mumkin sarlavhalik maqolani e'lon qilish bilan dunyoning har qaysi davlatlaridagi Uyg'ur qarindoshlar Yexanning bu yozmasiga qarta o'zining noroziligini ifodalab, o'zining ko'z qarashlarini ifodaladi va maqolalarni e'lon qildi. Buning ichida doktor Mehmetimin A'lo bilan Salih Xudoyorning birlikda ilmiy shaklda radiya berib yozgan Mustaqillik Sharqiy Turkiston uchun mangadigan birdan bir yo'ldir nomli obzor maqolasining 2 haftadan keyin, ya'ni 8-oyning 11-kuni Tashqi siyosat jurnalida e'lon qilinishi Yexan nomidagi yozuvchi yozgan maqolaning ideyasiga o'z vaqtida etilgan bir pay o'q bo'lib, muhojiratdagi ko'plagan Uyg'ur qarindoshlarimizni haqiqatan so'yindirdi. Men bu maqolani o'qib chiqqandan keyin o'zimning Facebook, Twitter qatorliq ijtimoiy aloqamda ham bahrlash orqali Uyg'ur masalasiga diqqat qilayotgan kuzatuvchilarning o'qib, ularning ko'z qarashlarini bilib boqmoqchi bo'ldim. Shundaqla mening faoliyatimga diqqat qilayotgan ba'zi gollandiyalik qo'llag'uvchilarimga avatib berdim. Gapni yolg'iz kishilik namoyish jarayonida his qilganlarim va bu haqdagi ko'z qarashlarim orqali bu maqolaning qimmatini texmi kuchlantirmoqchiman. 2018-yili 6-oydan boshlab Amsterdam Dam maydonida boshlangan yolg'iz kishilik namoyish jarayonida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarning eng diqqatini tortqini tashviqotimdagi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta elib borgan qirg'inchiligidan bakrak 1899-yili nashr qilingan xaritadagi Sharqiy Turkiston degan ism edi. Tova. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarga men Sharqiy Turkistondan kelgan Uyg'ur deb tushundirganda, nurg'un sayohatchilarning Uyg'ur degan bu ismni talaffuz qilolmasligi, hatto Sharqiy Turkiston degan ismni deyolmay Turkiston, Turkmaniston, O'zbekiston degandek ma'nodosh ismlar bilan ataganda mening ruhiy dunyorimda bir xil siqilish, bizar bo'lish kayfiyati shakllangan edi. Shundaqdimi o'zimni nihoyatimi tasdi tutib olib, eg'ir besiqlik bilan ularga 2 parcha selishtirma shakldagi xarita. Bu xaritaning birida vatanimizning ismi mustamliki nomidagi atalmish Shinjang, yana birida Sharqiy Turkiston orqali Sharqiy Turkistonning Tibetga o'xshash Xitoy hukumati tarafidan qonunsiz besib olingan bir zimin ekanligini tushundirsam, ha, endi tushundim. Tibetning ahvolini men bek yaxshi bilaman, ammo Tibetning qo'shnisi bo'lgan Sharqiy Turkistonni va bu ziminning egisi bo'lgan Uyg'urlar haqida hech nima bilmaydi ekanman. Bugun tunji qitim anglashim deganlar ko'proq edi. Chunki bu vaqtlarda Uyg'urlar haqidagi xabarlar bugünkidek bütün axborot vositalarini egilmagan edi. Amsterdamdagi namoyish jarayonida Tibet desa bilmaydigan biror odamni uchratmadim. Ammo Uyg'ur, Sharqiy Turkiston desa bu haqda hech nima bilmaydigan, anglabmi boqmagan nurg'un insonlarni ko'rdim. Shu mezgillarda Tibet degan bu so'zning muhimligini his qilib, tashviqotimga loyihalagan xaritaga Tibet, Sharqiy Turkiston degan ismni yo'g'on qilib yezib, sayohatchilarning diqqatini tortgan edim. Bu orqali Uyg'urlarning asli ziminining Tibetga o'xshash Xitoy tajovuzchilari tarafidan besib olingan zimin ekanligini bir eg'iz so'z bilanla tushundirib, ularning Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishini nihoyatda qisqa vaqtda
osonla qo'lga keltiratdim. Asli so'zimga qaytsam, Uyg'urlarga munosabatlik xabarlarning hozir butun dunyo mediasining asosiy temasi bo'lib kelayotganligi uchun Uyg'ur Sharqiy Turkiston desa hamma odam degidek biladigan bir vaziyat shakllandi. Uyg'urlarga yeztashlik qilg'uvchilarmi ko'paydi. Ammo Uyg'urlarning mustaqillik harakatiga bo'lgan qarashi har xil edi. Uyg'urlarga yeztashlik qilg'uvchi ba'zi kishilar Xitoy hukumatining iqtisodiy taraqqiy qilgan seri kishilik huquq jihatda orqaga chekindi. Xitoy hukumati kishilik huquqini yaxshilasa, Xitoydagi Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarning kishilik huquqi kapolatga ega bo'lib, millatlar o'tirisidagi ziddiyatmi bara yaxshilanishga qarab yuzlanadi. Uyg'urlarning mustaqillik harakati Xitoyning zimin butunligiga qarshi chiqqanlik, shundaqla Xitoy hukumatining xalqarodimi Uyg'urlarning bo'lginchilik harakatlarini bostirayotganligini oqlashdagi bir vosita deydiganlarmi bor edi. Men bu ko'z qarashdagi kishilarga Xitoy kommunist hukumatining Uyg'urlarga yordamlashib Sharqiy Turkistondagi Gomindan hukumatining qoldiq kuchini tozalab, Uyg'urlarning davlat qurishiga yordamlashib berib, 5 yil ichida chiqib ketimiz degan yolg'on va'dalar bilan 1949-yili 10-oyning 20-kuni Sharqiy Turkistonga askarlarni kirgizganligini, bu chaqda 40 ming kishilik Sharqiy Turkiston muntizim armiyamiz bo'lganligini, hatto mening jamoatimdan Sharqiy Turkiston armiyasida general bo'lgan Muhammad Iminovning ichinishlik tragediyasini so'zlab bergan edim. Bu armiyani turli yo'llar bilan yo'qotib, oxirida avtonomiya berimiz deb avtonomiya nomi ifodalangan mustamlika ma'nosidagi atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni degan ismni majburiy tanganligi, buning amaliyotda qog'oz yuzidagi avtonomiya bo'lib, hech qanday amaliy kuchi yo'qligini tushuntirib, qadamma-qadam Xitoy hukumatining mustamlikasiga aylanib, bugungi kunga kelganda irqiy qirg'inchilikka uchrab, yer yuzidan yo'qolish girdobiga qarab ketayotganligini, Uyg'urlarning taqdirining mayli Gomindan hukumati davrida bo'lsin yoki Xitoy kommunist hukumati davrida bo'lsin, hech bir o'zgarish bo'lmaganligini so'zlab bersammi, ularni toza digidek qoyil qila olmagan edim. Yana bir qism Uyg'urlarning tarixini, Sharqiy Turkistonning geopolitik ahvolini yaxshi biladigan kishilarning Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu qirg'inchilik faqatla iflos Xitoy hukumatining kishilik huquqining nacharligidan emas, balki yana Uyg'urlarning Xitoy hukumatining mustamlikasiga tushib qolganligidan bo'lgan. Uyg'urlar mustaqil bo'lmay turib, bu qirg'inchilik, bu assimilyatsiya mangu tugamaydi. Chunki mustamlika qilg'uchining oxirgi nishoni mustamlika bo'lg'uchini mangu o'ziga qarshi bosh ko'tarolmas qilib etish, hatto yiltizdan yo'q qilib etish deganlarmi bor edi. Mening qo'llag'uchilarim ichida har ikki iqimdan kishilar bo'lg'ashqa, hatto ba'zilari sen mustaqillik deb bek kuchlik tashviq qilsang, ham bu niyatingdan yanmasang, men sening faoliyatingni qo'llamayman deydiganlarmi bor edi. Bundaqlar bilan men xeyli ko'p munozirlashdim. Ba'zanlarini qoyil qilsam, ba'zanlarini qat'iy qoyil qilolmagan edim. Doktor Mamtimin A'lo bilan Salih Xudoyorning Mustaqillik Sharqiy Turkiston uchun mengiladigan birdan bir yo'ldir nomli obzor shakldagi maqolasi e'lon qilingandan keyin meni qo'llashda ikkilanib qolgan tor dunyosidagi ta'qibchilarimga va gollandiyalik qo'llag'uchilarimga o'qib beqishini tavsiya qildim. Ular o'qib bo'lgandan keyin bu maqolaning nihoyatda yaxshi dalil isbotliq ilmiy nuqtadan chiqish qilib yozilganligini, o'tirg'i qo'yilgan fikrning haqiqatan qoyil qilarlik ekanligini va mustaqillikning Uyg'urlarning birdan bir mengishga tegishlik yo'l ekanligiga qoyil bo'ldi. Men bu qoyil bo'lgan qo'llag'uchimga balki yana nurg'un kishilar Uyg'urlar haqida yetarlik ma'lumotlarga ega emas. Ular Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini bilmaydi. Sana ta'sir qilgan bu maqolani men imkoniyatimning yetishicha
Gollandiyachiga tarjima qilay. Sen tuzitib ber. Ondan bu maqolani Gollandiya matbuotlarida e'lon qilayli. Texmi ko'p kishilar bu maqola orqali Uyg'urlarning haqiqiy maqsadini tushunsin desam, ha bo'ladi. Men sening bu fikringni qo'llayman dedi. Pat arada bu maqola Gollandiyachiga tarjima qilinib tarqitiladi. Bo'lsa, boshqa davlatlardagi qarindoshlarningmi Uyg'urlarning mustaqillik ideyasi ilgari surilgan bu maqolani har xil tillarga tarjima qilib tarqitishini umid qilaman. Mikrofon oldida Qaraxon.